Herkese merhabalar. Xitoyda ishlab chiqarilgan Timson mahsulotlarini hozir sizlarga tanishtirib o'taman. Timsondan unitaz tozalovchi gel. Bu nafaqat hojatxonalarni tozalaydi, balki vanna, kafel, unitazlarni ham tozalasa bo'ladi va eng muhimi 99% bakteriyalarni yo'q qiladi. Va eng muhimi qo'lga zarar yetkazmaydi va santexnika sirtlarini ham yomon qilib yubormaydi. Dog' va hidlarni yo'qotadi. Kir, pashsha, siydik, ohak va shunga o'xshagan kirlarni ham mutlaqo hidlarini yo'q qiladi. Nojo'ya hidlarni bartaraf qiladi. Inorganik kislota tufayli dog'larni tez parchalaydi, lekin sirtda iz qoldirmaydi. Uzoq vaqt tetiklik va tozalangan joyda tetik hid taratadi. Timsondan oshxona yog' dog'larini tozalovchi sprey 500 mg bo'ladi. Eng muhimi perchatka ham shart emas bunga. Va bunda qozonlarni, gaz plitalarni va oshxonadagi barcha chirklarni bittada tozalab beradi va eng muhimi gipoallergenni, ya'ni umuman allergiya bermaydi. Hidi ham yoqimli. 99% bakteriyalarni yo'q qiladi va tabiiy kokos yog'idan ishlangan. Silliq yuzalardagi chirklarni va yog'larni tez parchalaydi va oson tozalanadi va eng muhimi tabiatga zarar yetkazmaydi. Idish yuvish gellarimizda ikki xil bo'ladi. Birinchisi qo'lda yuvish uchun mo'ljallangan, ikkinchisi esa idish yuvish mashinalari uchun mo'ljallangan. Qoldiqsiz yuviladi, idishlarda iz, hid yoki kimyoviy qoldiq qoldirmaydi. Buning tarkibida vitamin E bo'lib, idish yuvganimizda umuman qo'llarni quritmaydi. Bu gellarimizda gipoallergenni, ya'ni bolalar idishi uchun ham xavfsiz. Oz miqdorda ishlatsanglar ham maksimal tarzda tozalab beradi. Endi esa qo'l yuvish uchun vositalarimizda bittasi penka va bittasi gel. 99% bakteriyalarga qarshi himoya, qo'llarni chuqur tozalaydi va mikroblarga qarshi. Kundalik foydalanish uchun mos, bolalar va kattalarga ham tushib ketaveradi. Tejamli foydalanish, kam miqdorda ham maksimal tozalikka erishsa bo'ladi. Nozik teriga mos, gipoallergen formula va dermatologik sinovdan o'tgan. Endi navbat kapsulalarimizga. Kapsulalarimizda ikki xil hajmda bo'ladi, 15 grammligi hamda 10 grammli. Timson kir yuvish kapsulasi kiyimlarni nafaqat tozalaydi, balki 99% bakteriyalarga qarshi himoya ham beradi. Konsentrlangan formula tufayli oz miqdorda ishlatilsa ham kuchli natija beradi. Kapsula matoni qattiqlashtirmaydi va uzoq muddat xizmat qilishiga yordam beradi. Dazmol qilishni ham yengillashtiradi va eng asosiysi bolalar uchun ham mo'ljallangan. Misol uchun 6 kilogramli kir yuvmoqchisizlar, 10 grammli kapsuladan 3 ta solsanglar yetadi. 15 grammlidan bo'lsa 2 ta solasizlar va kutilgan natijani olasizlar. Kirlaringizni qancha yuvsangiz ham ranglarini ketkazmaydi va matoga zarar yetkazmaydi. Bu gelimizda parfymirованный bo'lib, hidi kiyimlaringizda uzoq vaqt turib beradi. Tabiiy kuchga ega konsentrlangan formula matoga chuqur singib ketgan dog'larni ham osonlik bilan yo'qotadi. Kiyim tolalariga zarar yetkazmasdan xavfsiz va samarali tozalikni ta'minlaydi. Tarkibida oqartiruvchi og'ir moddalar ishlatilmagan, bu sababli esa teriga allergiya chaqirmaydi. Rangni himoyalovchi texnologiya mato tolalarida kirning qayta o'tirib qolishini oldini olib, kiyim ranglarini yorqin va tiniq holatda saqlaydi. Shkafingizdagi turgan kiyim hidini 3 oy davomida saqlab turadi. Kiyimlarning tabiiy yumshoqligi va elastikligini saqlab, matoni qattiqlashtirmaydi va uzoq muddat xizmat qilishga yordam beradi. Dazmol qilishni ham yengillashtiradi. Antibakterial gelimiz ichki kiyimlar uchun mo'ljallangan, muloyim ammo chuqur tozalaydi, nozik matolarga ham zarar yetkazmaydi va kiyim rangini saqlaydi. Yoqimsiz hidlar va dog'larni samarali tarzda yo'qotadi. Bu gelimizning afzalliklari antibakterial ta'sir, rangni saqlaydi, matoni yumshoq qiladi va allergiya chaqirmaydi. Uyingizda tozalik va yoqimli hid birga bo'lsin. Timsondan pol yuvadigan vositalarimiz pol yuzalarni chuqur tozalaydi va bakteriyalarga qarshi himoya qiladi va atirgulning yoqimli iforini qoldiradi. Bu mahsulotimizda hammom, uy, kafel, laminatlar uchun mo'ljallangan. Bu mahsulotlarimizning afzalliklari pol yuvganingizda iz qoldirmaydi, oqartirmaydi va eng muhimi uyingizdan shiringina atirgul hidi ifori taralib turadi. Ma'lumotlar foydali bo'ldi degan umiddaman. Xullas 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta foydalanib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar.